Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, yana bir bor bugun Samarqand viloyat Nurobod shahrida ajoyib Navro'z bayrami bo'lyapti. Hozir taniqli xonandalarimiz ham keladi. Janob Rasul va Laylo Alimova xonandalarimiz tashrif buyuradi. Shular syomkalar olib boramiz. Kanalga like bosib, podishkada bo'lamiz obunachilar. Kommentariyada fikrlarni bildiramiz. Assalomu alaykum aziz mehmonlar. Assalomu alaykum aziz nurobodliklar. Siz azizlarni yilning eng jozibali va qadimiy bayrami Navro'z olam ayyomi bilan muborakbod etamiz. Boshlanayotgan bahor fasli yurtimizga ko'p baraka, quvonch va shodlik olib kelsin. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Navro'z xonadonlarimizga olam quvonch, baraka, osoyishtalik olib kelsin. Sihat, salomatlik, go'zallik doim hamrohingiz bo'lsin. Kirib keldi shodlik vafolim, sen umrimning gul fasli bo'lgin, yangi kunim, yangi bahorim. Navro'zginam qalbim ardog'i, yuragimning cho'g' qizg'aldag'i, sensiz umrim mening yolg'ondir, yangi kunim, yangi bahorim. Ovchining ohista kaftini tutib, boy chechak iymanib kirar qishloqqa, navnihol o'riklar Navro'zni kutib, kelindek yasanib burkanar oqqa. Sumalak kuyida jonlanar go'zar, entikkan elimdek habiqirgan jonim, har bir yurtdoshimning yuzidek go'zal, bahoring muborak O'zbekistonim. Ey hofiz mayliga kuylagil jo'shib, kamalikdek baxtlansin har bir so'zing, navbahor sehriga mehrini jo'shib, vataniga qaytmoqda Navro'z. Tog'lar bag'rini kessang tarqaladi g'uboring, qoyalarning kumagini sinab ko'rar madoring, yalpizlarning bo'yida kezib yurar bahoring, ona xalqim ko'z tutgan bahorlaring muborak. Bu betakror ayyomni har bir xonadonda, har bir oilada bag'rimizni keng ochib, xo'sh kelibsan o'lkamizga, Navro'z olam qadaming qutlug' bo'lsin deb, yurtimizga tinchlik, omonlik keltirsin deb qarshi olish azaliy odatimizga aylanib qolgan. Siz azizlarni bugungi Navro'z olam bilan tabriklash uchun so'z tumanimiz hokimi Berdiqulov Sirojiddin Valiqulovichga. Assalomu alaykum aziz tumandoshlar, hurmatli mehmonlar, qadrli otaxon va onaxonlar. Mana shu go'zal va hayajonli damlarda, muborak Ramazon oyida siz azizlarni yosharish va yangilanish fasli ulug' ayyom Navro'z bayrami bilan samimiy muborakbod etaman. Bugun jonajon yurtimizga go'zallik va nafosat, yasharish va yangilanish, mehr va oqibat bayrami Navro'z kirib kelar ekan, dala va qirlarimiz, bog' va yaylovlarimiz, ko'klam yomg'irlari ob-rahmatdan bahramand bo'lib, bo'lg'usi mo'l hosil, qut va barakadan darak bermoqda. Tumanimiz qishloqlari, bog' va maydonlarida aziz tumandoshlarimiz katta shod va xurramlik bilan Navro'z bayramlarini o'tkazmoqda. Qalblarimiz quvonchga to'lib turgan
ushbu dilbar lahzalarda keksayu yosh jamiki yurtdoshlarimizni chin dildan qutlab, barchangizga o'zimning yuksak ehtiromim va eng ezgu tilaklarimni izhor etaman. Sharqona yangi yil barchamizga muborak bo'lsin. Hurmatli bayram ishtirokchilari, biz bugun yurtimizda yangi O'zbekistonni inson erkin, ozod va farovon yashaydigan jamiyat va davlatni barpo etish yo'lida fidokorona mehnat qilmoqdamiz. Inson qadrini ulug'lash, har bir fuqaroning haq-huquqlari, qonuniy manfaatlarini amalda ta'minlash, barcha mahallalar, olis va chekka hududlar aholisi uchun munosib sharoit yaratib berish, muxtasar qilib aytganda, tumandoshlarimizni rozi qilish bosh maqsadimizdir. Mana shu betakror lahzalarda ko'klamning har bir kuni, har bir soatini g'animat bilib, dalasiga yo'l olayotgan mirishkor dehqon va fermerlarimizga eng ezgu tilaklarimizni bildiraman. Mir Alisher Navoiyning olam ahliga qarata har kuning Navro'z bo'lsin deb aytgan tilaklarini hammamiz yaxshi bilamiz. Shu ma'noda keksalarga hurmat, kichiklarga izzat ko'rsatish, yordam va ko'makka muhtoj kishilarni qo'llab-quvvatlash, bemorlarning dardiga darmon bo'lish kabi xalqimizga xos savobli amallarni nafaqat Navro'z ayyomida, balki har kuni vijdon amri bilan ado etishimiz lozim. Aziz tumandoshlar, barchangizni, butun tumanimiz ahlini Navro'z umumxalq bayrami bilan yana bir bor tabriklayman. Fasli navbahor har bir oila, har bir mahalla, el yurtimizga tinchlik va Aziz obunachilar, janob Rasul akamiz keldi mana hozir. Konseptimiz boshlanadi. Like bosib qachkada bo'lamiz. Kun yulduzi. Siz kutgan va siz bilgan san'atkor. Faqat Rasulga rahmat beramiz. Marhamat. Bu qarshi bo'lmadi. Yana boshqa. Jalol Rasul tabiiy sahifamizda. Marhamat. Aziz do'stlar, Samarqand viloyati Nurobod shahrida Navro'zdamiz. Janob Rasul akamiz. Assalomu alaykum aziz muxlislar, aziz vatandoshlar. Qalaysizlar, shundan gapiringlar. Kayfiyat zo'rmi? Jonlimisizlar? Sog' bo'ling, jonli. Mana shu kayfiyat hech qachon sizlarni tark etmasin. Mana shu fursatdan foydalanib, mana shu yerga taklif qilgan mana shu tuman hokimligiga ham o'z minnatdorchiligimni bilaman. Bir qamsak chalib qo'yinglar shu insonga. Sog' bo'ling. Umringiz uzoq bo'lsin, martabangiz bundan baland bo'lsin. Endi qo'shiqlarimizni davom etamiz. Lazgi aytib beraman sizga, voy Xorazmda keling. Xorazm hasan sozi suhbati. Keling. Shodligi bu do'stlar. Türkünü lazgi. Yaşayan
kuydim Lazgin Muzikantlar yo'lda shuning uchun men uzun so'rayman. Lekin o'zim ham muzikant bo'lib ketaveraman siz uchun. Endi qarang, bugun konsert, to'g'ri tushuning, bu yerda yoshlarning soni ko'proq, lekin xonanda qo'shiqlar aytib beraman hali. Yaxshi kunlaringizga borib xizmat qilib beraman, xudo xohlasa. O'shanda ko'rasiz xonanda qo'shiqlarni. Shu opamizga ham qarsak chalib qo'yinglar. Sog' bo'ling. Super aytib beramiz akamiz.